Jigarim. Internetda bugun hech kimga ishonish mumkin emas. Telefonga esa umuman ishonch yo'q. Mana nima uchun? Internetda hozir men xohlagan odam bo'lishim mumkin. Hattoki sizning eng yaxshi ko'rgan qo'shningiz Marhamat xola ham bo'la olaman. Hattoki sizning mahallangiz noziri ham bo'la olaman. Go'yoki sizning yordamingizsiz men jinoyatlarni ocha olmasligim haqida xabarlarni ham sizga yetkaza olaman. Biling, hattoki men Superman ham bo'la olaman. yoki qandaydir undan ham jiddiyroq odamga. Ammo lekin bu haqda hech kimga hech narsa demasligim kerak. Buning yaxshi taraflari ham bor. Men podkastlar ham ola olaman. Bundan tashqari ovoz assistentlarini ham yarata olaman. Boshqa tarafdan bunday texnologiyalardan firibgarlar ham yomon niyatlarda foydalanishi mumkin. Bobur aka, hozir plastik karta sizga aytaman. Shu plastik kartamga 10 ming so'm pul tashlab yuboring. Bizni mana shunaqa kelajak kutyapti. Umuman olganda siz tushundingiz, panikaga hojat yo'q, ammo albatta ehtiyot bo'ling. Bunday holatlarda aldanib qolmasliklaringiz uchun eng yaqin insonlaringizga maxfiy kalit so'zlar orqali gaplashishni yo'lga qo'yishingiz mumkin. Masalan, jigarim. O'sha yaqinlaringizga mana shu videoni jo'nating. Yana bir qiziqarli fakt, mana shu videoda hattoki meni haqiqiy ovozimni ham eshitganingiz yo'q. Meni haqiqiy ovozimni eshitmoqchi bo'lsangiz, hozir sizni telefoningizga kod yuboraman, shu kodni menga yuboring. O'zim ham sun'iy intellektda yaratilganman. Barcha ko'rganlaringizni unuting.